Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Feymin va bugun biz Minecraft Hardcore'da naq 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Qani, let's go. Har doimgi ish. Xullas do'stlar, bizga pushti biyom daraxtlari umuman kerak emas bu safar. Shuning uchun narigi tarafdagi o'rmonga qarab let's go. Endi esa biroz blok qazib olamiz. Oh yeah. Va men g'orga tushib ketdim. Bu yerni esa qanday ta'riflashni ham bilmayman. Hardcore'da yashay olmadim. Ikkinchi urinish. Bu yerdan kirgandan zahoti daraxtni chopish emas, aslida qo'ylarni o'ldirish menga yaxshi g'oyadek tuyuldi. Va 3 ta jun bizda bor. Xullas men umuman o'lmaslikka harakat qilmoqchiman va birinchi bo'lib men uy qurib olmoqchiman. Shuning uchun men kerakli materiallarni yig'ishni boshladim. Xullas men hozir uyimni qayerda qurish uchun rejalashtiryapman. Qayerda qurishni, ya'ni rejalashtiryapman. Va men uzoqdan qishloq ko'rib qoldim. To'g'risi qishloqni o'zim ham bilmayman. Da bolalar, bu yer qishloq ekan. Xullas birinchi duch kelgan uyda tunni o'tkazib yubordim. Va bizda birinchi kun. Bu yerda ustaxona bor ekan. Va bu yerda po'q ham yo'q ekan. Xullas men bu qishloqda qolmoqchiman va uyimni narigi tomondan ham qurmoqchiman. Bu yerda samon yo'qligi tufayli men mana bu o'sayotgan samonlardan ya'ni nima derdi? Короче, ovqat ferma qilamiz. Mol ferma, ya'ni. Xullas men uyimni mana shu joydan qurmoqchiman va mana bu yerlarni biroz ochish kerak. Ropparasi 3 ta yetmadi. Va mana ikkinchi kunga ham yetib keldik. Va men o'rmonga daraxt chopish uchun ketdim. Va mana bu yerda javanikidan qolishmaydigan manzara ko'rdim. Va meni boltam sindi va uyimga 48 ta daraxt bilan ketdim. Galimdan tushgan temirdan men paqir yasadim. Va bizda mana shuncha yog'och taxta bo'ldi. Va menda oyna yo'qligi uchun mana bunaqa to'siqlardan foydalanishga qaror qildim.
va mol ferma ham bitdi. Va men fermaga mollarni olib kelishni boshladim. Va mollarni men yetalab keldim. Va bitta bolacha tug'dirib qo'ydim. Keyin esa yerdan qazib ketdim, g'or chiqadi degan umiddaman. Oye, qanday baxt. Va men ikkinchi marta ham o'lib ketdim. Va mana bu yerda olmos ham yotgan ekan. Va bu yerda xullas do'stlar, video shulardan iborat edi. Har ko'r o'ynash meni qo'limdan kelmasligini sizlar aniq ko'rib bo'ldingiz. Hammangizga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha